MacBook Neo bo'yicha Apple aldagani rostmi? Keling shuni bittalab ko'rib chiqamiz. iPhone chipini ishlatilgan deyshadi. Ha, bu rost. Chip iPhone'niki. Lekin u sekin emas. Bitta yadroda juda tez. Bu esa to'g'ri. Xotira 8 GB kam deyshadi. Ha, bu rost. Eng muammoli joyi shu. Aynan shuni kuchaytirib bo'lmaydi. 5 yil ishlataman deysiz, keyin bo'lsa boshingizni ushlab qolasiz. Dasturchilarga tegishli gap. Neo katta loyihalarni 3 daqiqa 22 soniyada bajargan. Air modellarda esa 1 daqiqa 38 soniya. Neoga qaraganda 2 barobar tez. Batareyasi 16 soatga yetadi dedi, lekin testi esa 13 soatgacha yetib berdi. 50% tezdi, lekin u eng arzon Windows bilan solishtirilganda shunaqa. Eski Air'ning yonida Neo uning bor yo'g'i 70% tezligida ortda qolib ketadi. Kulleri yo'qligini Apple alohida ogohlantirib etmagan. Og'ir ish qilsangiz 5 daqiqada qizib ketib, sekinlashadi. Xullas, Apple aldagani yo'q, lekin kamchiliklarni ham aytgani yo'q. Hammasini zo'r deb o'ylab olsangiz, o'zingiz aldagan bo'lasiz. Kimgadir juda to'g'ri keladi, kimgadir umuman to'g'ri kelmaydi. Agar tanlovda qiynalayotgan bo'lsangiz, birinchi do'konga keling, maslahat so'rang. Nima ishga olmoqchi bo'lganingizni ayting. To'g'ri kelsa oling. To'g'ri kelmasa olmang deb ochig'ini aytamiz. Shu MacBook bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga Neo deb yozib qoldiring. O'zimiz siz bilan bog'lanamiz.